Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Asaka tumanida joylashgan. Bitta avzorni qilib o'tamiz ichkarilarda. Bu yerimizga ro'paramizga ramka tushirib oy tushirganmiz. Xudo xolasa oy ustidan chiroyli qilib soatlarni ham qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizga bo'lsa ko'zgular tushirib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Asosiy fasadimiz asosiy qismiga kartomirov osonidan tushirib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa yaltirab juda ham cho'tga chiqqan. Endi bu tomonlarga o'tadigan bo'lsak, bu yoqqa ikkita ramka tushgan. Bu ramkamizning ichiga chiroyli qilib ko'rka qishlardan terib berganmiz. Buni yaltirashini ko'ringlar. Yaltirash ko'zda uradigan bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Bu tomonimiz ham xuddi shunday. Fasonlarni ko'ringlar ekan, qanday go'zal turibdi. Bir xilda fakturalar bir xilda qilib yoyilgan. Bu yerga ham tushirib berganmiz. Oshxonamiz qismi bu yer. Bu tomon orqa tomonga o'tish taraf, bu tomonga ham 3 ta bunaqa chiroyli gullardan tushirib berganmiz. Atroflarini granit bilan chiroyli qilib o'rab berganmiz. Bu yerga yuradigan bo'lsak, mana bu yerda ham xuddi shu holat. Ko'rishingiz mumkin. Ro'paramiz mana olovda shunday yonib turibdi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli, chiroyli xizmat kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, aloqaga chiqasizlar. Pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Hammasini chiroyli qilib bitirib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.